Haydovchilar diqqatiga, ertaga 1-iyundan boshlab jarima ballari tizimi ishga tushadi. Bu degani ertadan boshlab siz yo'llarda sodir etgan qoidabuzarligingiz uchun jarima summasini to'lash bilangina qutulmaysiz. Bunga qo'shimcha ravishda sizga jarima balli belgilanadi va ball qancha yuqorilab borgani, ko'paygani sari ahvolingiz og'irlashib boraveradi. 1 yil davomida jarima ballaringiz 12 balldan oshib ketadigan bo'lsa, 6 oygacha avtomashinani boshqarish huquqidan mahrum etilasiz. Xo'p, eng muhim qoidabuzarliklarni qancha ball olishi bilan bog'liq raqamlarga to'xtalib o'taman. Qizil chiroqqa bo'ysunmaslik uchun 1 ball, tezlikni me'yordan 20 km/soatgacha oshirganlik uchun 0,5 ball, 20 dan 40 km gacha agar tezlik oshiriladigan bo'lsa 1 ball, 40 dan 60 gacha 1,5 va 60 dan ham yuqoriroq oshiriladigan bo'lsa 2 ball. Qaysi qoidabuzarlik uchun qancha jarima balli belgilanishi bilan bog'liq to'liq ma'lumotni men Telegram sahifamga yozib qoldirdim. Profilimning boshidagi silka havola orqali Telegram kanalimga o'tib, obuna bo'lib, batafsil tanishib olishingiz mumkin. Yaxshi yangilik ham bor. Ertaga 1-iyundan boshlab foto va video registratorlar yo'l chiziqlari, ya'ni polosalarni bosganlik uchun qoidabuzarlik qayd etmaydi. Boshqa bir qancha xushxabarlar ham bor. Bular haqida ham batafsil Telegram kanalimda tanishishingiz mumkin. Ushbu videoni avtomashina boshqaradigan barcha tanishlaringizga yuborib qo'ying, toki ertadan boshlab yo'llarda yanada hushyor, yanada ogoh bo'lishsin.